Assalomu alaykum aziz Eurotrol ishqibozlari. Mana bugun bizda 26-yanvar kuni taksi doska sug'orish ishlari ketyapti. Qo'llarimizda. Har oyni 2-3 kun, 3-4 kun davomida taksi doska sug'orib boramiz. Yo'llarimizda. Azizlar, bizlar bu ishni boshlaganimizga, Xudo xolasa, mana bugun 1 yil bo'lar ekan. 1 yil. Bu ishni boshlaganimizga buni 1 yil oldin bizlar Farruh akamizni Bo'stonliq Murod akalar Sagamon firmasini videoga olganda YouTubedan ko'rib shundan qiziqib boshlaganmiz. Lekin aslida yoshligimizda quyonchilik bilan shug'ullanganmiz. Endi mukammal rivojlantirishimiz shundan qiziqib mana 27/01/2025-yilda mana bunisi 30-yanvarda mana shu ikkita katay bilan boshlaganmiz. Mana Xudoga shukr, Allohning izniyle albatta. Alloh beraman desa hech erta kechi yo'q. Mana bu quyonimiz Burgund Nazarberdi Javohir ukamizdan kelgan. Bu yerda mana 3 qorin tug'ib berdi. Xudoga shukr, mashalloh. 3 qorin, 3-qorini o'tgan yili kelgan. Undan keyin mana bu original firmasidan biz ko'p quyon olib turamiz. Mana bu oppoq oy deb nomlaganmiz, Velikan quyon. Xudo xolasa bu ham 1 hafta 10 kun ichida tug'adi. Mana o'sha Murod akamizga qiziqib boshlagan kaliflarimiz, qoshli deydi-ku. Mana shu kaliflardan buni Qashqadaryodan Shahriyor ukamizdan kelgan. Bu 3-qorin. Bu ham tayyor, Xudo xolasa. Bu yerda endi o'zimning ukam Flandr quyonlariga qiziqadi. Mana flanderlarimiz, mana bular mana shunday o'sha ovqatga kirgan, mashalloh. Mana bu Zita quyonimiz 5 ta bolani katta qilyapti, Xudo xolasa. Bularning otasi mana bu yerda Rembo laqabli quyonimiz. Rembo endi kirsa bu yoshga kiryapti. Rembo. Mana bu burgundlar hammasi o'zimizda yetishtirilgan. Mana bu bitta burgundimiz bir para Bektemirdagi Umid akamizning firmasidan kelgan. Mana bu Xudo xolasa o'zimizda ko'paygan quyonlar. Xudo xolasa mana bu quyonlarimiz mana bu 2-qoringa tug'ilgan. Mana 5 ta qolgan, 7 ta tuqqandi. 2 oylik bo'ldi quyonchalarimiz. Xudo xolasa nasib qilsa Xudoga beraman desa erta kech yo'q ekan azizlar. Mana ko'ryapsizlar. 1 yil davomidagi bizlarni Alloh bergan bizlarning ish faoliyatimiz. Xudoga behisob shukrlar bo'lsin. Mana bu toza flanderlar. Bu yerda 5 ta katta bo'lyapti. Zitaxon 5 tani katta qilyapti. Tepasida mana Gitaxonimiz ham 9 tani katta qilyapti buni. Bu yerda biz Gita deb nomlaganmiz. Azizlar, Xudo xolasa barcha quyonchilarning ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchani Alloh barakasini bersin.